Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. 365 challenge bugun 79-kun. Suv arzon haqida gaplashamiz bugun. Suv arzon degani bu yomon o'y, ya'ni bizlar doğrudan doğruya olsa, qarama qarshi tarafda olmasa, biz tarafda bo'lan obyekt subyektlarga nisbatan o'zimiz yomon xiyolda bo'lishimiz suv arzon deyiladi va bu narsa yomon. Qaysi ma'noda yomon? Biz o'zimizni bir bebeka kichik o'g'lon sifatida yurdiran bo'lsak, elimizda qaychi yapışak var için bize o'zimiz xohlashimiz mumkin shularga qiziqib. Lekin bize onu doğrudan doğru o'zimizga zarar, ziyon yetirmasdan, zulm yetirmasdan boshqarish uchun yoshimiz layoqatga yetish kerak. Ya'ni bize shundan doğru foydalanmoqqa o'zimiz o'rgangan so'ng, ular bizga uni ishonib topshirib berishlari mumkin. Xuddi shunga o'xshagan holat, vaziyat yog'day o'zimiz tengdoshlarimiz bizdan ulug'lab, yo bo'lmasa doğrudan doğru Alloh taolodan biza o'tamizdan bo'lishi mumkin. Biza nimadir olishi, nimadir yetishi, nimadirimiz bo'lishini xohlashimiz mumkin. Lekin bu zot bizga baribir durgan bo'lishi mumkin vaqtinchalik. Ya'ni biz ona tayyorda, biz ona loyiqda. Biz ona doğrugan vaqtimizda esa u zot bizga inshaalloh berildir. Ya'ni bizga yozgan narsa bizdan qochib ketmaydir. Bizga yozgan narsa bizga turtashsam, harakat etsa ham bizga kelmaydir. Suv arzon shu vaqt mobaynida, shu yog'layda yomon xiyolga borish, ya'ni men shuncha harakat etsam, menga hech zot berilmaydir, men hech zotga erishib bilmaydir, menga hech omad degan zot kelmaydir. Men baxtsiz odam deb yomon xiyolga borish suv arzon deydi va bu narsa yomon zot. Va bu zot ko'ra odam o'zi bilan de, o'zini yonidagi dövrakindagi odamlar bilan ham bo'ldir. Misol uchun qaysidir jo'ramizga tanishimiz bizlar aylanimiz etmese ya, bizler yolumuz yemese, bize köpünçe hakkında yomon xiyolga borishimiz, ya bo'lmasa biz onu o'zimiz yomon ko'rinishda, o'zimizni fikrlashimizcha, o'zimizni dunyoga qarashimiz bo'yicha yomon ko'rinish topsak, u haqida yomon o'y, yomon xiyolga borishimiz mumkin. Lekin haqiqiy yaxshi odam nima kerak? Shu o'zini birodarga nisbatan 70 tane yaxshi sabab topib qo'yish kerak shu yomon ish ko'rganda.